minishkeli, to'g'ri, prava chansli. Anjolilarga salom. Все твои аксакалы? Да, мои. Qozog'istondan yan tarafdan yurtdoshimiz, zemlagimiz. İnançlı pravalara hech qanaqangi qiyinchilik, hech qanaqangi bir ne yo'q. Xudo xolasa zakonni endi puxta. Hamda stroyga qora kunitini. Hafta murojaat prava грифтесida traktoru, экскаваторga qoroyni olib o'zadi. Подписывайтесь на канал, обращайтесь к Мураду, звоните. Через пару дней вся инструкция готова. Приезжайте сюда, экзамен сдаете по вождению. После этого приезжайте сюда. Обед. Хорошенько, плотно кушаете и все. На этом салам. И через... Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Bugun 14-fevral Zahiriddin Muhammad Bobur bobomizning tug'ilgan kunlari. Demak, Pskov shahridamiz. Mana shu bugun 13 ta kishi pirovalik bo'lyapti. Hozir bir yaqindan tanishib olamiz. Qanday bo'ldi, nasam deyli. Hozir biz Сказка Vostokada ovqatlanib chiqdik. Xullas o'sha yerda olishda imkoniyat bo'lmadi. Demak, tanishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nechkisiz? Dumzor ajoyib, Xudoga shukr. Nechik olur aytib bersangiz. İmtihonlar hammasi dum ajoyib. Zakonning inonchli, men o'zim Xorazm, Qozog'istondan, bu tarafdan yurtdoshimiz, zemlagimiz. İnançlı pravalara hech qanaqangi qiyinchilik, hech qanaqangi bir ne yo'q. Xudo xolasa zakonni endi Xudo xolasa pravalar ham hafta ichida chiqadi deb turibdi. Endi shu atrofda olsak dumzor ajoyib bo'ladi Xudo xolasa. Bemalol hech qanaqangi shubha, gumon kerakmaydi, dumzor hammasi Xudo xolasa. Kerakchilar Qozog'iston bo'lsa, like'larni bosib qo'yamiz. Kerak. Gap yo'q. Assalomu alaykum. Nechisiz? Nerdan qudashki? Men Shovot O'zbekistondan. Xanlı mahallasi faoliyat ko'chasidan. Bir bratlardan oldik nomerni, astronavtdan olsam, brat ujamma gap aytib bo'ldi, aytma gap qolmadi. Короче, yemekka qiynalmasangiz bo'ldi, kelaverasiz, biratda shunda prava o'tadigansizlar. Gap yo'q. Zakonni bo'ldimi hammasi? Ajoyib, ko'ngildaydan ziyod. Assalomu alaykum. Tojikiston. Qayerga ketyapsiz? Asta qochib ketyapsiz. Yo'q, men yo'q kelinglar. Mana apishdan odam pravi traktor kadom insonova darkor bo'lsa agar men odamga murojaat qildim. Haqiqatda mana amroz giron omad, hamma odam egzamin o'sha guzashdim. Hammash zakonni Xudo xohlad یک hafta darashba pravay dastatom migrayton. Hamda stroyganda korna kunitoni apishda murojaat pravay griftesida traktoru, hamma ekskavatorga koroyni olib o'zerton. Nima deb tashladingiz? Hammasini gap. Bo'l. Chaqmadingiz qilib? Bo'l, hazırlaşamiz. Tojiklar kam medona. Alaykum. Assalomu alaykum. Qandaysiz aka? O'zingiz tanishtiring, qanday kelib qoldingiz, bizni qanday topdingiz? Salom qilar ekan. O'zim Diyorbek Qashqadaryodanman. YouTube kanalingizni kuzatib borardim. Shu orqali sizni topdim. Hammasi yaxshi, zo'r. Ishonchli ekanmi? Ishonchli. Kameradan qo'rqayotganlar uchun hozir bir oldingizga boraman. Sizni tabriklaman do'stim. Sog' bo'ling, yaxshi ishlarga kirib, inshaalloh. Mana. Assalomu alaykum. Qandaysiz aka? Zo'rmi? O'zingiz qanday bizni topib keldingiz bu YouTube, ya'ni obunachilarimizga bir o'zingiz ikki o'g'il gapirib. YouTube'dan topdim. To'g'ri dadam tashladi menga. Через telefon oldi. Gap yo'q. Yaxshi, ekzaminlar zo'r. Ruschani bilish ham shart emas. Pravoy kirasizlar. Belgilaysizlar, traktor minasizlar, prava qo'linglarda. Tashdi. Andijon qayerdansiz? Jalag'duda. Demak, sizni dadangiz bizni kuzatar ekan, biz obunachamiz. Dadangiz ismi nima? Doniyorbek. Doniyorbek aka, agar yaxshi o'g'il tarbiyalabsiz, gap yo'q ekan. Tarbiyasiga qoyil. Biz gapga kirgan bola kam bo'lmaydi. Gap yo'q, otangizga rahmat, do'stim. Rahmat, shunaqa o'g'il tarbiyalaganiniz uchun. Demak, bu akalarimiz bilan tanishib chiqamiz. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Men o'zim Tojikistondan bo'laman. Tojikiston qayerdan? Tojikistonda Vag'ishdan Kirifekki degan joydan bo'laman. Shu akani o'rtog'im sovet berdi, shu akaga borsang shunday. Biron qiyin joy yo'q. Kengizlar, paravani patkizlar qilingizlar. Qora ishlarda yurmay, shu traktorda ishlab normal hayotlaringiz va pesha olib boringizlar. Gap yo'q.
Akajon, omad ishlaydiga. Assalomu alaykum. Aka, qandaysiz? Rahmat Xudoga shukr. Bizni qanday topdingiz? YouTube kanalidan sizni ko'rdik. Qayerdan so'zingiz? Men Tojikistonning Xo'jand shahridanman. Xo'janddan, ha? Xo'janddan. Mana ishonchli keylar, mana spes texnikaga pravani oylar. Hammasi ishonchli. Hammasi ishonchli. Akajon, ishlaringiz omad. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Hozir. О, братан из Дагестана, брат, ассаламу алейкум. Брат, как прошел? Скажите, вначале познакомите себя. Смотрите, самое главное объясняю просто. Подписывайтесь на канал, обращайтесь к Мураду, звоните. Через пару дней вся инструкция готова. Приезжайте сюда, экзамен сдаете по вождению. После этого приезжайте сюда. Обед, хорошенько, плотно кушаете, и все. На этом салам. И через короткое время вы получаете свои документы. Никаких проблем там нету. Все четко, аккуратно объясняет Мурод. В дальнейшем тоже любые сотрудничества с ним. Главное, лайк не забудьте. Да. И подписка. Все, спасибо, братан. Все четко, от души, все понятно. Все, ассаламу алейкум. Demak, bu yoqni yaqinroq olamiz, operator akamiz. Assalomu alaykum. Tojikiston Apesh. Akamiz mana shu kafeni yuritadilar, ish boshqaruvchi. Oshxonachi professional. Akamizni Tojikiston, Ravshan. Mana choyxonaviy. Ravshan aka, ha? Demak biz joyi xushroq, ki zakaz va boshqa mana marhamat, mana xizmatanda. Але так адрес таджикская кухня, тут все вкусно. Город Псков, улица Юбилейная 69В. Yana улица Юбилейная ko'chasi 69Vda joylashgan. Mana shu Сказка Востоkaga biz har doim mehmonimiz, har doim buni mana bilan. Akajon, ovqatingiz hammasi zo'r bo'libdi. Rahmat, ishlayapsiz. Tojikiston Apesh. Demak, mana shunaqa komfortabel mashinalarda kelib ketishni istasangizlar, xudo xolasa, bizga murojaat qilasiz. Xullas, mana 8 kishigacha olamiz, olib kelib borib beramiz. Xudo xolasa, kimga prava kerak bo'ladigan bo'lsa 21-28 fevral kunlari zapis ketyapti. Bir haftada olib beramiz, xudo xolasa. Ekranda ko'rib turgan nomerlaringizga telefon qilishingiz mumkin. WhatsApp, Telegram orqali yozsangizlar, xudo xolasa javob beraman inshaalloh. Raytlarni boshida unutmaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, hurmatli vatandoshlar. Hoji bobo. Qanday bo'ldi? Yaxshi bo'ldimi qo'llar? Yaxshi, zo'r bo'ldimi? Qanday aka? Minish kerak, bo'ldi. Prava shanslik. Andijonliklarga salom. Andijon qayerdan? Jalaquduq. Ey, gapi. Все твои аксакалы. Да, мои.